iPhone silikon chexollarni 30 ming so'mdan beratamiz. Hamma modeldikini. Kabelli variantlari 25 mingdan boshlanadi. Bular bor 155 ming so'mdan. Zaryadini ham ko'rsatib turadi. Do'konning adresini tushuntirib beraman. Giper Biruni savdo majmuasi, parkovka joy tarafdagi, parkovka yaqinidagi bu yoqda Panda City bor. Shu eshikdan kirasizlar. Shu eshikdan kirganlaringizdan keyin to'g'ri mana shu do'kon. Bemalol kelib, mana ko'rib tanlab olasizlar. Silikon chexollar oldirib qo'ydik iPhone telefonlarga. iPhone'larning pastda hamma modellari bor. 11 dan boshlab 17 Max qadin bor. Qizlar uchun, bolalar uchun rozoviy svet, qora svetlari, cho'tki svetlardan. Karbon chexollar keldi yaqinda. Karbon chexollar ham pastda iPhone'ning hamma markalariga bor. Mana jenskiy chexollar. To'liq iPhone emas, Honor telefonlarga ekipajada Honor'dan toza chiqqan X9'ni, X8'ni barisida bor pastda. Besvetli chexollar ekipajladik. Yani umuman modellar to'lmaydigan telefonlar uchun. Yani Vivo, Oppo degan telefonlar bor, umuman oblosh to'lmaydigan. Shunday telefonlarga dim bo'lmasa, besvetli etib bo'lsa-da obloshga ekib beratamiz. Mana Tabii abloş takma yurganda yaxshi-da bo'ladi. iPhone'ning silikon chexollarining bahosi qanchadan? iPhone silikon chexollarni 30 ming so'mdan beratamiz. Hamma modeldikini. iPhone 17niki arzonroq, 11niki qimmatroq degan yo'q. Bari bir tur baho. Ichida tovar bor. Bu silikon chexolning bu yaxshiroq varianti. Mana cheti sal kamera chiqqan bo'ladi. Kamerani ham zashta etadi. So'ng silikon chexollarni bilsanglar, o'sha birgan vaqtda mana qo'lning izi tushib mayliq bo'lib qoladi. Bu unda mayliq bo'lmaydigan variantida bu. A5 shu 25 ming so'mdan boshlanadi. iPhone'lardagi anaqa ketaveradi. Eng qimmat chexol 80 mingga deydi. Mana bunday hozirgi trendda bo'lib turgan chexollar bor. Mana shunday shishali chexollar bor. Hozir Besvetlining o'rniga chiqqan shishali, sarg'aymaydigan chexollar. Ana shu chexollarni hamma telefonga 25 ming so'mdan sotib turibmiz. Birovlar hamma har tur bahada qo'yib turibdi-kan, ko'rdik. Birovlar toza chiqqan iPhone'larni 70 ming, 80 ming shunday deb sotib. Biroq standart 25 mingdan berib turibmiz. Kashaloglar aslan ayollar uchun mana shunday chexollar kelib turibdi. O'zida kashalog sabirsa bo'ladi. Mana zarni olib qo'yib adini taqsam bo'ladi. Erkaklar uchun bunday varianti bor. Bu da kashalogli chexol, ustidan sasa bo'ladi. Ichida tovari bor. Kashaloglarning boshqacha varianti ham bor. Mana orqasida 2 kisalisi bor. 2 dona kisasi bor. Buning qora sveti ham bor. O'sha zo'r turadi telefonga taqmoqdan. Bularning bahosi qanchadan? Bularni 30 ming so'mdan beramiz bahosini. 30 ming so'mdan. Ha. Bu ham shu Redmi, Samsung, iPhone hamma modellarga bor pastda. Aslida gamerlar uchun bular. Ya'ni nasatkasi 2 dona, 3 dona gamerlar o'zi tushunadi bu narsani. 150 mingdan boshlanadi, ana ketaveradi 200-300 mingga deydi gamerlar naushniklari, kabelli naushniklar. Mishkalar. Mishkalarimiz bilan kabelli variantlari 25 mingdan boshlanadi. Ana ketaveradi bespirodnilari. Eng qimmati 220 ming, 260 mingga deyim bor. Bu qimmatlarida ham bespirodni bo'ladi, ham agar bespirodni ulanman desa Bluetooth bilan ham ulanadi bu. Telefonlarga da ulasanglar bo'laveradi, ya'ni ekran ishlamayotgan telefonlarga. Gamerlar o'yintonda ham nilar bor, mishkalar chetlari yonib turadi. Nilar temir, вообще zo'r. Video ham chiroyli ekan. Video ham chiroyli yonib turadi, yana kabellar ham qalin bo'ladi, uzilmaydi. Ichlari yonib turadigan klaviaturalar yonib turadiganlar. Kechda foydalangan vaqtda вообще zo'r bo'lib turadi, chiroyli. Bu distansionli varianti, ham klaviatura ham mishka. Klaviatura ham mishka ham ikkovi birgina yanda USB bilan tig'aton bilan ishlaydi. Mana shu zo'rda klaviatura uchun adini, mishka uchun adini, ikki dona USB joyini saytlab bilmaydi bularda. Bir dona USB joy bilan ishlatib ketaveradi. Ha. Mana ofisda ishlatadiganlar uchun kichkina varianti bor. Notebooklarga qo'yib olaman desa, notebookning sumkalariga sabraveradi, kichkinagina. Buning bir zo'r yeri ishlatgan vaqtda bu o'ng'ayli yeri orqasi ko'tarilib ham turadi. Yerga qo'ygan vaqtda salgina o'zingga qarab turadi, ishlatishga udobniy bo'ladi. Bu da mishkalar, mishkasidan keladi. Buni bahosi qancha bo'lib turibdi shuni? Buni 170 ming so'mdan beramiz ekan, mishkasi bilan. Mishkasi komplekt. Ha, mishkasi komplekt. Buni bu gamerlar uchun gamerlardagi yana tom klaviaturamizni 90 ming so'm etib beramiz. Distansionnilar 110 mingdan boshlanadi, distansionni ketaveradi. 250-300 mingga дейін ketaveradi. So'ng repeaterlar oldirib qo'ydik. Bilsang, hozir Wi-Fi'larning signallari slab bo'lib qoladi, u bir xonada ikkinchi xonaga o'tmay qoladi. Shuning uchun Wi-Fi repeaterlar oldirib qo'ydik. 4 chaqli. Signalni yaxshi beradi. Ya'ni Wi-Fi'dan signal uzatib beradi.
Bu kitayskiy varianti, qarasanglar shuni yaxshi varianti ham bor. Mana Redmi'niki bor, chisti o'ziniki cho'tki ishlab beradi. Bo'lmasa Tendaniki bor. Tendaniki ham zo'r. O'zi Tendaning o'zi Wi-Fi chiqaradi-ku. Repeaterlar ham bor mana. Вообще mощный bo'ladi. Bularni 200 mingdan beramiz. Ya'ni Redmi'lardagini 220 ming etib beramiz. Bu kitayskilarni 150 mingdan beramiz. 150 ming. Sim kartali Wi-Fi'lar ya'ni domashniy barmay qolgan yerlar uchun sim karta qo'yib ishlatadigan Wi-Fi'lar. Bu bor 4 shaqlisi 290 ming so'm etib beramiz. Sim karta saylamaydi, любой sim kartani solib ishlataveradilar. Sim kartani solib to'xtatadi bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Bunday varianti bor. 350 ming so'm etib beramiz buni. Buning batareyali varianti ham bor. Masalan, suyuti chiqib qolgan vaqtda ishlaydi, yo bir xonadan boshqa xonaga ko'chgan vaqtda Wi-Fi'dan o'zini ko'tarib beradi, zaryad bilan 12 soat qadar ishlab beradi. Shunday variant ham bor. 490 ming so'mdan beramiz buni. Uydagi Wi-Fi'larning signalini uzaytiraman desa, mana shunday routerlarimiz ham bor. Oddiy Wi-Fi'ga kabel bilan taqiladi. Wi-Fi'dan signal yana uzayib ketaveradi. Notebooklar uchun ham, обычный kompyuterlar uchun ham zo'r narsa. EZVIZ kamera, bular качественный 2K formatda yozatadi. Bu EZVIZning 2 turi bor. Bu 2K formatda yozilgan yaxshirog'i. Buni 700 ming so'm etib berib turibmiz. Bir ko'zlisi bu ko'chaga qo'yiladigan. Bular ichkariga qo'yiladigan. Buni 400 ming so'mdan berib turibmiz. Mana mini xilisi bor. 350 ming so'mdan berib turibmiz. Shu EZVIZning солнечный panellisi bor. Quyoshdan zaryad olib ishlaydi. Endi to'q tortib bo'lmaydigan yerlarga sim karta bilan ishlaydi. Bu Wi-Fi ham kerak emas. 1,5 milliondan berib turibmiz buni. Prostoryaqlari, arzonroqlarni izlab yurganlarga mana shunday robotga o'xshagan kameralarni olib qo'yibmiz. No'shdan zakonga tushiradi. O'zi 460 ming so'm. Biroq bu to'liq Wi-Fi'da ishlaydi. Wi-Fi bo'lishi kerak bo'lgan. Buning arzonroq varianti ham bor. Mana bunday. Buni 400 mingdan berib turibmiz. Ichkaridagi bor. 350 mingdan berib turibmiz. Lampochkalar bor. Shunday ko'pchilik lampochkalar bilasizmi? Lampochkaning yaxshiroq variantida bu. Ikkiga bo'lib tushiradi. Ovoz ham yaxshi chiqadi, ya'ni telefondan so'lagan vaqtda kolonkasi mощный bo'ladi. 250 ming so'mdan berib turibmiz buni. 250 ming. Prostoy varianti. Endi prostoy yana kichkina bolalar qo'shqishtiga bo'lsa bo'ladi. 30 ming so'mdan berib turibmiz. Ay 12, 15, 14, 18 degan modellarning 30 ming so'mdan. Vakuumli variantlarni 40 mingdan berib turibmiz. Yaxshiroqlarni izlaganlar uchun yaxshiroqlari bor. 120 mingdan, 130 mingdan, 140 mingdan. Buning komplektida o'zida obloshkalar ham keladi. Sirtma chexollari. Endi ekranli variantlari bor. O'zida ekrani bor. Vakuumli variantlari bor, yaxshilari. 150 ming so'mdan berib turibmiz. Bu ishlatib yurgan vaqtda chetdan shunday polni o'chiradi, o'zida shunday funksiyasi bor. Telefonda gaplashgan vaqtda ham cho'tka mikrofonlar yaxshi ishlaydi. Zaryad ham ko'p turadi buni. Bu yerda smart boxlarimiz ham bor, mana. Smart boxning zo'r varianti ana shu. Televizorning orqasida turadi. Fleshkada tap televizorning o'zi smartday bo'ladi-da, bilinmaydi smart box qo'yilgani. Mana shunday varianti bor. Bahasi 220 ming so'mdan buni. Pamyati 16 lik bo'ladi. Mana tunnelga o'xshagan varianti bor buning. Buning bahasi 300 ming so'mdan. Bu da smart box. Bunda o'zida programmalar ko'p chiqqan. Вообще ko'p chiqqan. Bu da zo'r varianti, mощный. Buning ham pamyati 16 lik bo'ladi. Birovlar уже bu narsada o'yin o'ynab boshlayotganlar уже televizorlarda. O'yin o'ynayotganlar, ya'ni ko'p prilojenalar tartib tashlashlar uchun mana shunday variantni olib qo'ydik. U mощный, pamyati 32 lik, pult ham ko'rsanglar, ulli pult o'zida, ya'ni mikrofonlari bor pultining, knopkalar ham oddiy berilgan bo'lardi. 3-4 dona knopka keladi pultunda. Ularga уже boshqacha. Mana shunday mощный variantlarni ham olib qo'yibmiz. Bularni 400 mingdan berib turibmiz bahasini. Bu mashina zaryad. Bu mashina zaryadchligi 20 vattligini 40 mingdan berib turibmiz. Ham USB, ham Type-C ga to'liq kallaning o'zi 60 ming so'mdan mana shunday varianti bor. Bunda 2 dona xatoyiri bor. Ham Type-C, ham USB, va buni kabel ham keladi. Bularni 60 mingdan berib turibmiz. Zaryadchika 38 vatt bistri zaryad beradi hamma telefonga. Ikki ham Type-C ekan zaryadchini uni. Kabeli 2 ham Type-C. Mashinalarimizga keladigan bo'lsak, bularni 165 ming so'mdan mayda xili saqalalug'ada ketaveradi-da bu. Tapretvoda etib olib bera oladi. Bu Carnier firmaning narsalari zo'r chiqadi o'zi. Ko'p sartaroshlarning o'zi ham mana shu firmaning narsalarini ishlatadi. Bular bor 155 ming so'mdan. Zaryadini ham ko'rsatib turadi. Bular bor 135 ming so'mdan. Mana VGR degan firmaniki bor. Ko'p sartaroshlar VGRni yaxshi ko'radi-da. VGR ham cho'tka ishlaydigan narsa. O'zi 120 ming so'mdan kichkinaroq varianti. 130 ming so'mdan.
Yani kantovkalar uchun ishlatadik. Aslında shuni sartaroshlar olib. 130 so'mdan beramiz. Bundan da varianti var. 140 ming so'mdan beramiz buni. To'liq soch alatog'ini bor. Mana ulduroq, moshnirog'i. VGR firmaniki 280 mingdan beramiz. Chetidan da tilam bo'ladi. Tishini balandroqqa, pastroqqa surish uchun. Bundan zaryadni protsentlab qo'shib turadi. Soch alatog' mashinkalari detskiy ham keldi. Ko'p odamlar detskiydan so'rayapti. O'zida plyusosi bor-da buning. Sochni olgan vaqtda prямо plyusosi ichidan so'rib ketadi. Mana обычный mashinkalarning orqasi temir bo'lsa, buning orqasi rezinka bor-da, mana kichkina bolalar kellasiga tegan vaqt kellasini ovurtmaydi. Sochini yulmaydi, kichkina bolalar yelaydi-ku sochini oladi. Bu yulmaydi, ovurtmaydi. Shu imini yosh bolalar uchun chiqqan. Detskiy mashinkalardan ham olib qo'ydik.